Uyda bo'lib pishirsam yaxshi ko'p mayvatadi, yumshoq chiqmayotadi degan qizlar bugun oilada eng oddiy usul tayyorlag'ili bo'ladigan go'jam bulkining haqsiz darsligini yo'llab qo'ydim. 80 gram tuxum, 100 gram shakar, 50 gram eritilingan seriq may, 190 gram oldin qizitib olgan sut, 5 gram ximir turushni selib yaxshi aralashtirib olamiz. Aralashmamizda shakar erigandan keyin 500 gram unni selib ximir yo'g'irib olsak bo'ldi. Xamirni yaxshi ishlab mush holatga kelganda 1 soat tindiramiz. G'arbcha to'rt pishiriq kasbini qisqa muddat ichida sistemli ham muntazam holatda o'rgangan qizlar inkas rayoniga o'rgangunba deb inkas qoldirsanglar bo'ldi. Davomli o'quvchi qabul qilyapmiz. O'quvchilarning o'rganish unimining yuqori bo'lishi uchun har oylik songa chek qo'yiladi. Xamirimizni o'rab 1 soat tindirgandan keyin xamirni tang 8 parchaga bo'lib olamiz. Har bir parcha xamirimizni xamirdagidek suvliq qilgandan keyin xamirni assoq bo'ladi. Shakl chiqarish jarayoni filmda ko'rsatilgandek bo'ldi. Xamirni tekshir ichib olgandan keyin o'ttir qismiga olma murabbasi yoki bo'ljirgan murabbasini mush holatda siqib olib, yon tarafdagi xamirlarni kesib, o'rib shakl chiqarib olamiz. Shakl chiqarish usulimi nihoyat oson ham ko'rkam chiqadi. Sinab baqsanglar bo'ldi, sizlar cho'qim qila olasizlar. Mush bo'yicha bulkimizning shaklini chiqarib olgandan keyin iliq muhitda yana 1 soat tindiramiz, cho'qim ustini o'rab qo'yamiz. Men bugun olma murabbasi bilan bo'ljirgan murabbasini ishlatdim. Mayli uyda pishiringlar yoki do'konlarga chiqarib setinglar, nihoyat o'lchamli chiqadi. Bulkining shaklini chiqarib 1 soat tindirgandan keyin ustiga tuxum sirqini surib, o'zimizga yoqtirgan mag'izlarni chechib qo'ysak bo'ldi. Duxovkaning osti gradusini o'xshash 180 gradusda oldin qizitib olgandan keyin duxovkaga selib pishirib olsanglar bo'ldi. 20 minutdan 25 minutgacha intayin yumshoq ham yeyishlik bo'lgan go'jam bulkimiz tayyor bo'ldi. Sizlar uyda sinab yiqinglarsa, xayr xo'sh.